Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshdan kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan shu yordamki, men Kamina Bobur ekanman. Bir haftadan beri hali ochilish kutilmadik. Qor ham yog'yapti, yo'llar ham shunday gaplar. Xudo xolasa bizlara shundan zakaz deyapti. Sizlarga hozir hovlijaga yo'sib o'tamiz. 600 kvadrat metr, qo'limda dokumentlari hamma narsasi taq. Xudo xolasa to'g'ri kelsa oldizda o'tadi. Ya'ni shu hovlijamiz sotiladi. Gazi, sveti hamma narsasi tayyor, prosta kelib yashab bersangiz bo'ldi. Vodoprovod ham bor. Qo'shni arendtor qiziq, Boburbek nerda ekan bu? Necha so'mda turadi deb turgan bo'lsangiz, bahosini oxirida aytib o'taman. Arendtor keladigan bo'lsak, Ostona kolleji menimcha ko'pchilik biladi. Yangiroq Ostonada Ostona kollejining orqa tarafidagi ko'cha bilan kelinadi ekan. Asalchilar ko'chasi bo'ladi ekan. Sizlar to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, kollejni chiqishidan kelarishda Ostona kollejidan o'tgandan keyin birinchi ko'chadan o'ngga qayrilasizlar. O'zi yo'l sal aylanib ketadi maktab boshida. Maktabdan o'tgandan keyin yana o'ngga ketasizlar. Bitta yurib yana bir 150 metr yurishsa, shunda yop bo'ladi, yopdan ham o'tasizlar. Chap tomondan birinchi ko'chadagi o'sha joyimiz sotiladi. Ne, shu ko'chadan bir qiydi tabii 100 metr giriladi ekan, 150 metr. Yani do'stlar, gazi sveti hamma narsasi tayyor. Xudo xolasa yaqinroqdan ko'rsatamiz sizlarga. Yana adressga joylatib qo'yibdilar. Akava suv galanlarni, konditsionerlari, gazi, sveti hamma narsasi bor. Şu an tarafta adashmasam tapsalam bor edi. O'tgan safar tushirganimizda, xudo xolasa bu safar narxini arzonlashtiramiz. Boburbek dedilar. Ayrim bizneslarimiz, ishlarimiz chiqqanligi sababli bu joyni sotchakimizda tutdilar. Bo'lsa beradigan berar ekan do'stlar. Oxiratda bahosini oxirida aytib o'taman. Birden bemalol tapsani qo'yib o'tiradigan mesalaringiz bor. İyi, bu taraf ham kengina gaz sho'rchik, svet joylari bor va etajli pajani foton bor bu tarafda. Yana Navoiy Isfaxonaldi. İnsanlarni bir ko'rsatamiz sizlarga. Lekin ko'chalar ham, qo'shlar ham ajoyib dedilar. Bismillah. Uyimizga kirganimizda dolona bo'ladi ekan. Do'stlar, dolona ham kattagina, 4 qavatli. Fonda bo'ladi ekan. Daşı üzərinizdən ham aboy basasını görərəsiz. Lekin issiqqina otoplenlərə o'tgan, gazı sveti hamma narsasi bor. Hazırda yaşayan mes taxillasi olsa, o'ng tomondan ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda masalan, pirojni mebellarni joylashtirmoqqa mes azam bor ekan. Shu tarafda zali bo'ladi, kattagina. Mana endi bu yer polatilmagan ekan, banka senki qo'yib qo'yibdilar. Lekin katta zal ekan. Ajoyib bolalar bosilgan. Adashmasam bana paslı joy deyadilar menimcha. Paslı joy bo'lishi kerak ama. Ne? 600 kvadrat metr. Dokumentlarida muammo yo'q. Mana shuni svetini yaqinlasak, shunday xonasi bor ekan bilan. Eski Ispaniya klassami. Ko'rasiz. Bu tarafdan shunday Ispaniyasi bor ekan. Yarası. Lekin kengina eshikdan kirganingizda dona. Televizorlari bor ekan. Otopleniyasi bor yana, issiqqina. Bana keladigan bo'lsak, bunimizda Ispaniyasi bo'ladi ekan shunday. Mana xolasizlar deski Ispaniya qilsangiz bo'ladi ekan bu yerdan. Endi nov qiladi, nov yetadi. Buni uy egasi bilan so'rab bilib olasizlar. Lekin menga aytdilar, Boburbek ko'p narsasini qoldirjakman dedilar. Xudo xolasa sirayni ham patishlarga qilib beraman dedilar. O'tgan safarki odam qimmat ko'rdi dedilar, ish qilib. Shunday gaplar bo'libdi-da. Lekin arziydigan joydanmi do'stlar narxini? Wi-Fi ham bayna, otopleniyasi eshikdan kirganingiz, ne odam o'zini jalb etadi-da, masalan, uголовка qo'yib o'tirgan bo'lsa klassami. Zo'r. Bu tarafga keladigan bo'lsak, barimizda restoranlar bor ekan. Marichalar va sanozeri. Sanozeri ham kattagina, polniy kafe, unitaz, kirmashin, vanna hamma sharoitlari bor. Bana keladigan bo'lsak, bu tarafda kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasi ham kattagina, kuxnya mebellari, xalotniki bor ekan. Endi bu narsalarni qalam bitami endi so'roq qilib olarsiz, lekin kuxnya mebel qalat degandim bo'ldilar. Adashmasam. Bemalol ishon tarafdan bir o'zingizda uголовка qo'yib, choy ichadigan bo'lsa, qilib bersangiz bo'ladi do'stlar. Materiallar bor bu tarafda. Ovozlashtirishsa, sal shavolamiz. Televizorlar bor ekan. Bu tarafga ko'rsatadigan bo'lsak, buni bog' tomoni bo'ladi ekan do'stlar. Do'stlar, arka tomonda qaranglar.
bemalol topchan qo'yib o'tiradigan mesajlar bor bu tarafda. O'sha tarafda barbekyu yeydi, shunday narsalarni qo'llashtirib bersangizlar bo'ladi. Xullas zo'r joy. Bunday kanalizasiya joylarim qazib tayyor bo'lib turibdi. И skvajni samba. Ko'rarsiz, hamma sharoitlar bor xullas. Bu tarafda shunday qo'yib turadi, topchan. Yozadi, qo'ng'ir zo'r o'tirmagan shunday mesaj bor ekan. O'sha tarafda bir barbekyularni to'qlashtirib bersangizlar, sotki bo'ladi. To'xonalari, yoz tualetlari hamma narsasi tayyor. Orqa tarafda bajonli fotam bor. Qo'ldan kelsa ko'rsatdik. Do'stlar, hovli joyimiz срочный sotiladi. Narxini ayiradigan bo'lsak, 460 million so'mda turadi. Endi gelsangizlar, xudo xolasa qaytib kelishib beramiz dedilar. Endi ko'p qaytarilmaydi. O'zi bojak bahasida tutdilar. Endi balki kelinglar, xudo xolasa men aytib kelsangizlar, qaytaradigan yeri bor. Dokumentlari tayyor. Xudo xolasa kelsa to'g'ri hozir o'tadigan holatda bo'ladi. Gazı seviyede hamma narsasi bor, plus konditsioner ham bor dedilar do'stlar. Lekin bosib beradigan joyi o'tgan safar 500 million so'mda chiqardik, yana 40 million qaytdi xudo xolasa. Videomizni maksimalli like bosib, do'stlarga jo'natib tursangizlar, xudo xolasa biz tez-tez sizlarga shunday joylarni chiqarishda davom etamiz. Bu joyimizni video start qilishga yordam etgan bo'lasiz do'stlar. Xudo xolasa tez-tez joylarni chiqarishda davom etamiz. Bir like sizlardan so'raymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.